When you are feeling down. Saatning tunji jalanishi bilanla saatni o'chirib o'rnimdan turdim. Bugun alohida bir kun bo'lg'achqimi, ko'nglim tas joyida emas, ham kayfiyatim turaqsiz edi. Odatim bo'yicha bomdoddan burunqi bir par Qur'on o'qish vazifamni tamomlagandan keyin namozimni o'qib, chalib bulanash qilganimcha tayyorlanib uydan chiqdim. Bugun shanba. İnşirahda suhbat bor edi. Acaba mendeki bu turaqsiz kayfiyat qizlarda mavjudmidi degan xayollar bilan inshirah qarab yurib ketdim. To'li kelib yodi bo'lib ketgan yo'lda ketib o'tib, bu qutlug' kunni o'z vatanimizda o'tkazgan bo'lsak, qanchalik yaxshi bo'lar edi degandek savollar kallamni chirib olgan edi. Taksiz xayollar bilan inshirahga yetib keldim. Ishikni xushchiroy bilan ochgan hamshiram bilan inshirahning hayajonli kayfiyati meni o'ziga taxmi jalb qildi. Qizlar asosan kelib bo'lgan bo'lib, ichkari ko'yda o'tirishadi. Bugungi suhbatning temasi meni alohida qiziqtirgan bo'lib, o'ylab baxsam men ayol qahramonlarimizdan Nuzugum bilan Iparxonni biladiganman. Yana qanday qahramonlar bilan tanisharman degan qiziqishda suhbatga kirib ketdim. 1945-yili 8-aprel kuni Sharqi Turkiston Milliy Armiyasi qurilganda Uyg'ur va boshqa millatlardan bo'lgan xonim-qizlarmi aktivlik bilan Milliy Armiyasiga qatnashgan bo'lib, mana shu qizlarning ichida shafqat hamshirasi Rizvongul Hashimov bor edi. 19 yoshlik bu qiz 1945-yili 1-oyning 13-kuni partizanlar Haramga hujum qilganda yomg'irga yig'ayotgan o'qlar qaramay, yarador bo'lgan bir jangchini jang maydonidan qutuldirib chiqib, yana bir jangchini qutuldirish jarayonida o'q tegib hayotidan ayrilgan. Bundan boshqa yana jang urushi, Shixo urushlaridagi nurg'un shafqat hamshiralari erlar bilan tang jang maydoniga kirgan va qahramonlarcha hayotidan ayrilgan. Hayajonni ilkida so'zlayotgan bu so'zlarni anglab o'ylanib qoldim. Rizvongulning o'rnida men bo'lgan bo'lsam, shu jasorat menda tepilarmidi? Vatanni qutqizish yo'lida shu jasurlik bilan jonimni fido qila olarmidim? Erlar bilan jang harakatlariga qatnashib, qo'rqmas ruhini namoyon qilgan nomsiz ayol jangchilarning biri Sopaxunning ayoli Tuxan ona bo'lib, u 1945-1947-yillar orasida Milliy armiya safida harbiy xizmat o'tagan va janglarga qatnashgan. U usta mergan bo'lib, miltiq etishdan boshqa yana qo'l pilmut etish, ot choptirish qatorliq harbiy san'atdami alohida mahoratga ega ekan. 1945-yili 7-oyda Sopaxun 100 askarni boshlab Muzdavandan o'tib Sharqi Turkistonning janubiga yurish qilgandimi, Tuxan ana Sopaxun bilan birga yurish qilgan va Bay Aqsularni ozod qilish janglariga qatnashgan. Shu chog'dagi shahidlarning hikoya qilishicha, Tuxan ana Sopaxunni bir qancha qatim o'limdan qutqizib qolgan bo'lib, u Sopaxunni qo'g'dashni o'ziga vazifa qilgan ekan. Tuxan ana har doim harbiy kiyim kiygan, qoral asqan va atqa mingan holda Sopaxunning yanida masmut turadi ekan. Tuxan onaning qahramonligi Sharqi Turkiston xonim-qizlarining milliy ozodlik kursidagi jangovarligining simvoli sifatida cho'qim xotirlanishi kerak. Amdi qizlar, yuqorida tilga elinganlardan boshqa yana Cumhuriyet tariximizda va keyingi Sharqiy Turkistonning kommunistik Xitoy hokimiyatining mustamlikadan ozod qilish, kurash qilish tarixlarida ismi tilga elinmagan nurg'unlagan nomsiz qahramon qiz ayollar o'tdi. Shu davrlarda o'tgan Sharqiy Turkistonning mustaqillik ko'rishi uchun kuch chiqargan, melini, jinini otagan o't yurak xonim qizlarini ham unutmasligimiz kerak. Biz ularning izlarini besishdan asla va asla to'xtab qolmaymiz. Ular bugun tuproqning ostida yetayotgan bo'lsa, shuni unutmaylikki, tuproqning ustida biz ularning qini badaliga tirilib chiqdik va bugun biz yashayapmiz. Suhbat oxirlashgan edi. Atigan kunsiz kayfiyatim allaqayoqlarga doğru g'oyib bo'lgan edi. Quloqimda suhbat oxirida qilingan munu jumlalar jaranglaydi. Tariximizda bu ulug' kunda nurg'un qahramonlarimizdan ayrildik. Ammo bu bir oxir ish emas. Qahramonlarimiz qaytadan tug'iladi. Shundaqla tug'ilmoqda, yana tug'iladi inshaalloh. Ulug'var maqsadda qadamlar oldik. Turkiston biz seni unutib qolmadik.
Azadlık